Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, aka-uka, opa-singillar, tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan barchaga uy sharoitida ilon baliq boqish bo'yicha video roliklarimiz navbatdagi qismini e'tiboringizga havola qilamiz. Ko'rib turgan baliqchilaring ilon baliq lichinkasi ochib chiqqaniga, ikradan ochib chiqqaniga 40 kunlik bo'ldi. Taxminan 40 kun bo'ldi. Kanalda birinchi bo'lganlar uchun ma'lumot. Doimiy kuzatuvchilarimiz yaxshi biladi. 40 kunlik natija, do'stlar. Endi kech bo'lsa ham video qilishga harakat qilaman, imkon boricha. Nima deysizlar? Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, 40 kunda yaxshimi? Qani 0 dan 10 gacha bo'lgan balda belgilab ketamiz kommentariyada. 10 bo'lsa 10, 9 bo'lsa 9, 1 bo'lsa 1. O'zlaring fikrlaringni ham yozib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Shunga qarab tavsiyalaringni ham eski katta baliqchilar. Uy sharoitida endi boqaman deganlar uchun tavsiyalarimiz: qilsa bo'ladimikan? Qiyinchiliklari bormikan desa, qilsa bo'ladi. Qiyinchiligi ham bor, o'ziga yarasha mehnati ham bor, xarajati ham bor. Qulaylik taraflari ham bor. Mol qo'ydan ko'ra yaxshiroq, soatiga berishi shart emas ovqatni. Misol 2-3 kunlab och qolib ketsa ham hech narsa qilmaydi, sizni qarg'ab qarasang bo'lmaymi deb so'ylanmaydi. Sababiki suv ichida ham o'zi ozuqa bo'ladi. O'shalarni yeb yuraveradi. Qo'shimcha ozuqa mana shu tovuqni jigari berilyapti hozir. Jigarga uncha qaramayapti. Matil beryapman. Matilni yaxshi yeyapti hozir mana. Mana shu matil bo'ladi. Ko'rinadiki, mana hozir berib kiraman. Mana. Boshida bunga ham qaramadi, sekin-sekin mazzasiga tushib oldida uryapti. Xudoga shukr. Gumbarda hozir solyapti. Hozircha endi shu bizdagi ma'lumotlar. Suvimiz holati yaxshi. Kunduzi ham lichinkalar mashg'ulda turibdi. Tikka quyoshni nimasida tig'ida turibdi. Hech narsa qilgani yo'q, yaxshi. Bitta ikkita pateriya bor. Mana shu sozni ko'rsatishga harakat qilaman mana. Mana shu teskari bo'lib yotgan lichinka. Iloji yo'q bo'lar ekan. To ovqatga kirib olguncha ko'p emas, lekin u ham bitta ikkita uchrab turibdi-da, ko'p emas. Xudo xolasa endi qani mana shu boshqa videolarda aytilyapti. Kuzgacha 700 gram, 800 gram 1 kilo qilib olasiz deyapti. Boshqa boqib yurganlarda endi biz unaqa deganimiz yo'q. Natijasini kuzatib borsalaring, xudo xolasa sekin-sekin har kuni yo bir har 3 kunda bo'lmasa ham bitta narsani qayta qo'yaverganini ham to'g'risi bo'lmayapti. Bitta zavochkani solib har safar chaynab sizlarga shunaqa ekan deyorgani bo'lmayapti. To'g'ri tushunasizlar. Natija bo'lsa, bir yangilik bo'lsa video qilaman, xudo xolasa. Hozircha ena baliqlar ham qo'shimcha ikra tashlagan yo'q. U issiqda tashlamaydimi deyman yoki tashlab qolsa ularni ham xudo xolasa sekin qo'yib boraman. Akalar, do'stlar, aka-uka, opa-singillar, videolar yaxshi prosmotr olyapti qo'ygan videolarimiz.
Lekin deb matematika hisoblab chiqilsa 50 ta odamga bitta like to'g'ri kelyapti-da. 50 ta odamdan bitta like bosyapsizlar. Uni ham bilmayman, qo'llaring tegib ketib qolyaptimi. Shu 50 tadan hech yo'q 50 keldi, qo'llaring tegib ketsin like'ga. Og'rib qolmaydi, hech narsa qilmaydi. Sizlardan menga xursandchilik bo'lsa bo'ladi, xafagarchilik bo'lmaydi. Bosib ketsalang like'ni. Shu YouTube'dagi haligini 1 yilda 1 kilo qo'rasan, 2 kilo qo'rasan degan videolar ko'rmasdan realni bo'ladigan videolar chiqaradigan bo'layotgan videoni chiqarayotgan nima deydi? Videolarni ham ko'radi-da, odamlarning videosini ham ko'radi menga o'xshagan. Hayt 1 kilo qo'raman deb xursand bo'lib yurganlarga tashlab qo'ysalaring ham yaxshi bo'lardi. Bo'lmasam keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'lasizlar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Ma'lumotlar kimgadir yetarli bo'lmagan bo'lsa, avvaldan uzr so'rayman. Qanaqadir savollar bo'lgan bo'lsa, shu videoni kommentariyasida yozasizlar. Imkon boricha vaqt topganimcha javob beraman. Javob berolmasam, keyingi videolarda javob berishga harakat qilaman. Like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yasizlar, bo'lmasam o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.